Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bu chaqaloqning taglik kiyadigan yurgagini atrofida toshgan taglik dermatiti, irritant dermatit ham deymiz. Pampersga allergiya berib yuboribdi deymiz. Xalq orasida eng ko'p tarqalgan so'z. Ko'pincha allergolog shifokorlar qabuliga olib kelishadi. Aynan bu yerdagi toshmalar, yallig'lanish o'choqlari pampersini kiygan sohasida bo'ladi. Bu onasini emadigan bolalarda kam uchraydi, ko'proq aralash ovqatga o'tishni boshlagandan keyin uchrashi mumkin. Asosiy sabab taglik uzoq vaqt kiyilganida undan ajralayotgan axlat va siydigini taglikda ko'p miqdorda uzoq vaqt davomida to'planishi va undagi har xil kislotali va fermentativ kimyoviy moddalarni terisiga ta'sir qilish natijasida rivojlanadi. Chaqaloq terisi juda ham nozik va yupqa bo'lgani uchun tezgina yallig'lanish bilan bunga javob qiladi. Tuppuzu har doim kiyib yurgan pampersini ham bola aralash ovqatga o'tgandan keyin, onasini emishdan tashqari aralash ovqatga o'tgandan keyin ham mana shu holat rivojlanishi mumkin. Onalar aytadi, bizda bunaqa pampers har doim kiyib yurardik-ku, to'satdan nega reaksiya berib qoldi deyishadi. Aslida u yeyotgan ovqatni tarkibida paydo bo'lgan qo'shimcha moddalarni axlatiga qo'shilishi va u pampers orqali terisiga kontakt berishi natijasida rivojlanadi. Xullas bu yerdan to'g'ri davolanilsa o'tib ketadi, asoratsiz o'tib ketadi.